Eng yaxshi ko'rgan kitoblarimdan biri bu Jazosiz tarbiya. Bu kitobni yana qayta o'qishlik uchun qo'limga oldim. Bu kitob menga bir haqiqatni aniq isbotlab bergan. Bolani jazolamasdan ham tarbiyalash mumkin. So'kish, uyaltirish, baqirish, bosim, qo'rqitish va hattoki kaltaklash bularning barchasi jazo va jazo afsuski qadrsizlik asosida qurilgan tarbiya usuli. Bola so'kilsa, uyaltirilsa yoki kaltaklansa, hissiy rivojlanishi nosog'lom shaklda rivojlanadi. Tuyg'ularida salbiy is qolgan bola hislarini yashiradi va muloqotdan qochadi, chunki ranjitilishdan qo'rqadi. Yaxshi xulq-atvor kamsitish, uyaltirish, ranjitish bilan emas, hurmat, tushunish va qabul qilish bilan ham shakllanadi. Ko'pincha shunday deymiz: biz ham jazolanib, kaltaklanib ulg'aydik-ku, yomon bo'lib ketmadik. Lekin bir haqiqat bor. Ota-onamiz yoki yaqinlarimiz bizni haqorat qilganini, kaltaklaganini ochiq tan olishdan qo'rqamiz. Chunki bu xotiralar hanuz og'riqli. Agar ota-onalar farzandiga qiymatlilik hissini bera olishsa, bola o'zini erkin his qiladi, o'ziga ishonadi. Shunda bola qo'rquv bilan emas, muhabbat bilan ulg'ayadi va haqiqiy sog'lom inson bo'lib voyaga yetadi.